Har bir kishiga rizq ulashadigan yer qolovini topsak, yil 12 oy ro'zg'oringga baraka, oilangga daromad olib kiradi. Bunga kaftdekina tomorqasidan mo'l hosil yetishtirib, oilaviy daromadini oshirib kelayotgan hamyurtlarimiz hayoti misol bo'la oladi. Zarbdor tumani Taraqqiyot mahalla fuqarolar yig'ini Oltinsoy qishlog'ida yashovchi Xudoyqul Xudoyberdiyev ham ishonib ishonmay 3 yil oldin hovlisidagi 4 sotix yerda issiqxona qurib, mahsulot yetishtirdi. 1 yilda samarasini ko'rgan oila vakillari keyin yana 3 sotix qo'shib issiqxonani kengaytirdi. Bolalar u yoqda 1-2 yerda ko'rib keldidagi, shuni qilaylik dedi. Pul topdiqdagi harakat qilib o'zlari qurdi, lekin bolalar. Birinchi yil mana shu 4 tasi edi, bultur mana bu yoqda uchalasini qo'shdi. Birinchi yil ekkanimizda ham bir 20-25 millionlar daromad oldik. Ikkinchi yiliga yana shunday ekildidagi, undan sal ko'proq bo'ldi, chunki sal o'rgandik, tajriba oshdi. Nimalar ekdilar? Bodring bilan pomidor ekdik. 3 ta dugaga polni bolgarskiy ekdik, qolganiga bodring ekdik. Issiqxonadan dastlab 1 yilda 1 marta foydalanishdi. Keyingi yilda 2 bor, 2025-yil 3 marta ekin ekib bozorga chiqarishdi. Ayniqsa o'tgan yili tavakkal qilib tajriba sifatida 3-hosilga aysberg karamini ekishdi. Ropparasi 70 kunda etiladigan bu qimmatbaho ekinning o'zidan 70 million so'mga yaqin daromad qilishdi. Yil bo'yi olingan daromad esa 100 million so'mdan oshdi. Muhimi oilaning 5 a'zosi ish bilan band bo'ldi. Xudoyqul aka pomidor, bodring ekishni ko'plar odat qilganda, lekin karam ekishni yoki noyob turdagi karam ekishni ko'plar hali uddasidan chiqmaydi. Siz qanday o'zlashtirdingiz? Uni endi bilcha shu o'zimizning bilgancha ekdik, lekin ayrim yerlarda xatoga yo'l qo'yibmiz. Endi yana yilga shu nimalar xatolarni tuzatmoqchimiz, xudo qalasa. Eksa bo'lar ekanmi? Eksa bo'ladi. Bu yil ertaroq yig'ishtirib qo'yibmiz. Sal ertaroq ekdik-da bu yil. Sentyabrning oktyabr oylarida ekdikdagi 70 kunda yetilar ekan bu narsa. Necha kishi ishlaysizlar bu tomorqada? Shu o'zimizning oilaviy kelinlar, turmush o'rtog'im ishlaydi, o'zim ishlayman. Xudoyqul akaning mehnati hukumatimiz tomonidan e'tiborga olinib, o'tgan yili qishloq xo'jaligi xodimlari kunida namunali tomorqachi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Bu kun qahramonimiz hayotida bir umr yodda qoladigan bo'ldi. Prezidentimiz shu biz oddiy bir qishloqda o'tirib shuni e'tiborga olganligi uchun rahmat. Shu mehnatlarimizni ro'yobga olib, mana shu ko'krak nishoni berdi. Shundan biz xursandmiz. Xudo xolasa bundan keyin ham yana harakat qilamiz. Yaxshi bo'lishiga, xudo xolasa. Odamlarga nima tavsiya berasiz? Odamlarga shu tavsiyam, mana shu ozgina yer bo'lsa ham foydalanish kerak. O'zini o'zi oziq-ovqat bilan, ish bilan ta'minlash kerak. Rahmat, ishlaringizga omad. Rahmat sizlarga ham.